Salom do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikdaman. Yana Gulhida va Sabrina. Bugun olgan hamma narsalarimizni obzor qilib beraman. Hozir sizlarga birinchi ishni mana shu paketdan boshlaymiz. Gapimchalar qolib ketibdi. Bu paketda ichida nimalar bor ekan? Mana shu narsalar bor ekan. Hammasini boshqa magazinlardan olganimiz uchun hammasi alohida paketda. Endi bilan joylashtiramiz. Hamma narsaga mana shunaqa idishcha oldik. Bular hamma narsani mana shu yerga solib qo'yamiz. Boshqa narsalarni ham olib chiqib olamiz solish uchun. Mana bu paketimizda mana 3 ta narsalar, 4 ta ekan. Короче, paketni ham otib yuboramiz. Ketgut. Keyin bizda mana bu paketda ichida 2 ta narsacha bor. Mana hozir shu narsalarni men sizlarga bitta obzor qilib ko'rsataman. Birinchi mana shu savatga ana bu obzor qilgan narsalarni solib olaman. Birinchi o'rinda biz mana bunaqa gel для душ oldik. Короче, shower gelda mana Turuniki ekanligi hidlari вообще zo'r. Bunday qilib kamera qilib ko'ramizmi? Keyinroq qilaman. Mana bu birinchi narsamiz. Ikkinchi narsamiz bu Elsif shampuni bu ham. Mana bunday qildim. Elsif короче nimadir uchun shampunda. O'zi pastda mana bu yerda yozilgan ekan hamma narsasi. Qayerdadir yozilgan. Keyin ham bitta shampun, hammasi yangi. Hozir ular hidlari вообще zo'r ekan. Shu uchun hammasini tanlab oldik. Hech ko'rmayapti buni. Mayli, lekin hidi вообще zo'r. O'zlaringiz hidlab ko'rsanglar, aniq olgilariz kelardi, lekin keyin bizada mana bunaqa 2 ta shunaqa atircha bor. Mana bu Victoria's Secret Bombshell degan, Bombshell. Mana bunaqa yangi bular ham. Keyin mana Eclat'niki bor. Bular tushib ketibdi. Korobkacha o'rab berganda chiroyli qilib. Hozir bilan ham obzor chiqib beraman sizlarga. Mana birinchi Victoria's Secret'ni ochamiz. Bu atirlar вообще ochish qiyin ekan. Uy, sindirib qo'ymadim. Bunisi nima kerak endi? Korobchasining ichida bor ekan bu. Joylab oldim. Buni hidi ham zo'r вообще. Hidlab ko'ringlar. Buni ham hidi вообще zo'r ekan. Hammasini tanlab oldik. Ochilganlar bor ekan, keyin korobkalisini berdi. O'zi hamma shunday qilib olsa kerak ham. Menimcha bantikchalar nima kerak endi? Hay taqib qo'yaylik. Zo'r tursin. Eclat bu meni atirim, bunisi opamniki. Chunki menga Eclat yoqdi. Qaniydir ham hidi вообще zo'r ekan. Boshdan o'qiganda shokoladni hidi kelgandi. Yo'q, shokoladmi? Короче, nimadir hidi kelgandi. Buni ham hozir yana bir bora hidlab ko'ramiz. Mujskoyga o'xshaydi, lekin женский вау вообще. Menga yoqdi, просто вау. Бомбочка. Buni taxlab qo'yamiz. Mana keyin bizda mana bu 2 ta narsacha. Bu Green Life narsalarni o'zini ichki narxida zakaz qildik. Obuna bo'lgan narsa. Keyin mana bizda Vlagli Sunlight degan. Sunlight. Keyin mana bunaqa ochkicha. Bu ochkicha menga o'zimga juda ham yoqdi. Yangi. Ko'zlar вообще qaniydir boshqacha ekan. Короче, vazelin bor bizda, keyin mana bunaqa vazelincha bor edi. Bu ham bor. Mana bu yerga qo'yib qo'yaylik.
Endi bu yangi narsalarni hammasini vannaga qo'yamiz. Oxirigacha tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Всем пока. Deyishdan oldin mana chivinni olish kerak. Buni zdachesi yo'qligi uchun bizga berib yubordim so'ngga qilib asfal. Bab quruqdan quruqqa kerak emas, shuning uchun boydan beri ochib o'ynayotibman. Shuning uchun ham ustiga o'tmoqchimiz. Bizda nima qilamiz bab uyda chivin ko'p emas. Buni qishloqdagilar berish kerak. Shu yergacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat va всем пока.